bolalar, biz nima uchun bu yerda juda uzoq qolyapmiz? Chunki men bu shaharni tekshirishim kerak. Tiriklar bormi, yo'qmi? Zombilarni ham tozalashim kerak shu bilan birga. Endi xohlamayman zombilarni tozalashni, bekorga. Nima qilaman zombilarni tozalab? Shuning uchun politsiya qayerga qaryapti? Mana bu yerlar o'pib ketgan-a. Uni buzishamiz hozir. Mana bu yerdan chiqib ketaveramiz. Qaranglar. Okay, ye. Let's go. Ye, shirin o'g'lim. Hop. Bizning keyingi borayotgan joyimiz mana bu tepasimi? Tepasiga chiqdikmi? Buni tepasini buzo. Let's go. Endi esa pastga bitta bunaqa qilib qo'yamiz. Sakra. Wow. Naysul halol mana bu ikki tashlaydi ekan. Xo'p, qani 3-2-1 ga let's go. Bu yerda dahshat narsalar bor-ku. Zombi ham bo'lishi mumkin lekin. Buni ham ichida ishlama yo'q. Men bitta qurolni ushga solyaptim. Qarchi bu yerga men kirmaymiz. Mana bunaqa dumaloq narsa ko'rsak kirmaymiz bolalar. Baribir chiqmayapti ishdimi? Ha, baribir bundan ham chiqmaydi. Baribir kirgim keldi. Eng zo'r narsalar chiqib qolsa keyin. Wow. Ha, baribir ishlaydi. Ustam bor ekan-a, kirib turish kerak. Lekin baribir kerak narsalar. Hamma joyga shunaqa narsa, Qayerga bir yaxshiroq narsa bor. Oh shit, tushib ketdim pastga. Biz buni let's go. Ana bu uyga borgim kelyapti, lekin yomon. Dahshat uy ekan ko'rinishidan. Bu tomonlarda uje yo'l yo'q. Orqa tomonga yo'l bor ekan qanaqadir. Keyinroq boramiz mashinamiz bilan. Hozircha mana bu uylarni tekshirib olishimiz kerak biza. Eski uyga o'xshar ekan, yo'q, bu yerda standart. Nice kerak emas. Tepalarda nima bor? Biza uje rivojlanishimiz uchun ko'proq narsalar kerak bizga. Oh, let's go. Bu yerda ham hech nima yo'q. Hop. Bu yerda richak. Bo'ldi, bu yerda ketish vaqtimiz bo'ldi, demoqchiman. Mana tepasi. Oh shit, to'xtanglar. Let's go. Nima kerak bunga? Oh shit, men do'kon topib oldim. Do'konma, buni kirish joyi nima? Ikki tomon har xil. Oh shit, rostdan ham do'kon bo'lsin. Oh, nice. Nice halol. Yalnon. Oh, kerak emas, o'zimniki yaxshi. Mana bular ridiskalar yesa bular. Kerak emas, baribir ridiska o'tirmayman keyinda. Shuncha narsa turib. Oh, sabzavot, sabzi ham kerak emas. Yesa bo'ladi-yu, lekin men unaqa sabzi bo'lganman. Shuning uchun ko'p gapirmayman. Oh, non. Hop. Bu yerga kirdik. Uje biz bu yerni butunlay qildik. Hop, pulni to'lab ketaylik endi. Yaxshimiz berat, necha pul bo'ldi? Sizdan nima oldingiz? Xo'p, 9 ta non olibsiz, 9000 bo'pti. Shu to'lab ketsangiz, men hozir urayoraman, qancha bo'lgan kassasini chiqarib beraman sizga. Lekin men savdo qilmayman-da. Ye. Yarang bo'lib qolayim. Mana zombi apokalipsga o'zimdan ketib qolayman. Odam bir o'zi yashash ham qiyin ekan-a, o'zi bilan o'zi gaplashayotgan qolar ekan. Xo'p, biz bu yerdan butunlay o'rganib chiqdik. Yo'q bo'ldi. Biz endi yotoqxonamizni yotoqxonamiz o'zimizda. Bu yerdan mashinamizni olib ketamiz. Let's go. Menga yo'qqa boshlayapti. Halitdan shunaqa narsalar qurilgan bo'lsa, keyinchalik nimalar qurilgan bo'lishi mumkin-a? Bu yerda chiqish yo'li, bu yerda o'tish yo'li. Zaynab, baribir biz ishimizga to'g'ri kelar ekan. Let's go. Meni turishini qaranglar, bu motosikl chamdi. Hamma narsamizda olik go bolalar. Go. Yerga ketamiz va endi bizga gaz station izlashimiz kerak. Ya'ni benzin qo'yayotgan joy izlashimiz kerak. Xo'p, o'sha zombilar endi paydo bo'lishni boshladimi? Let's go. Mana ikkita uyga kirmadik lekin. Sizlardan? Hop. Bekorga bular addini qurilmagan ekan. Yana bitta chiqib keldi. Orqadan nima bo'lsa eshitildimi? O'sha uxlanmay qoldi plus. Yana uxlanmay. Qo'llar bittasini tashlab turishimiz kerak uxlanish uchun. Mana buni o'yinni. Ol. Maylichi, o'zing bilasan. Halo? Bu yerda katta televizor bor ekan. Ikkinchi qavatni tekshirib olishimiz kerak birinchi. Okay, bu yer tinch. Uchinchi qavat ham bor ekan. Okay, bu yer ham tinch. Uchinchi qavatdan boshlaymiz tekshirishni. Nima bu lampa? What the fuck? Cho'l lampa ekan. Bu yerda ham hech nima yo'q. Okay, endi bitta pastga tushamiz. Go. Buni ichida nima bor? Kerak emas. Buni ichida nima bor? Oh! Stop. Nima bu yoritgich? Oh shit, bu. Da tushundim bu nimaligini. Oh shit! O'lim men. Menga bunaqa narsa, fuck. Video ko'raman, meni o'limmi. Bunaqa narsani qo'lga olib yurish xato. Ortini olma duol. Shen zombilar ovoz chiqishdi boshladi. Uje, ikkinchi uyga o'tamiz bolalar. Let's go. Hello birodarlar. Zombi ovoz qayerdan kelyapti? Hello, ikkinchi qo'lga fanar. Let's go. Qo'lga bir. Hello, wow. Bu yerda uxlar ko'p ekan. Shit, mana buni shundoq olmoqsa bo'ladi. Bu kerak emas u. Mana bu somonmi? Somon kerak emas. Xo'p. Mana bu yerda ikkita. Nasul halol, hech qaysi kerak emas. Birorta nimadir kerakli narsalar beringlar. Hello. Bunichi qaradik, hech nima yo'q. Orqalarda ham hech nima yo'q. Xo'p, bunichidan bor, hech nima yo'q. Bunishida hech nima yo'q. Arro! Tez o'radimi shu daraxtni? Sinab ko'ramiz. Mana bu yerda kamera bor ekan. Ol. Bu yerda turayotgan odam qo'shni uydagilarni kuzatgan. What the fuck? Yomon narsa bu. Nima qilmaylar, nima qilmaylar. Basharasiga yo'g'im bu uyni egasini. Oxirgi uy bolalar.
oxirgi uy. Motosiklimni olib kelay. Shu bilan bu yerda ketamiz. Ha, mana bu arran tekshirmadik. Nimaga tekshirsak bular arran? Daraxtni tekshiramiz keyinroq. Bashiring yog'im. Hop. Yetib keldik oxirgi uyga. Let's go. Qani tekshirishni boshladik. Hello. O bu yerda mana bu yerda ham joyi bor ekan bu uyni. Yaxshi topgan-a bu uy. Men uylarning dekoratsiyasiga qiziqaman. Nimadir chiqishiga emas. Cho'l qurilgan ekan har bir uy. Qo'y ikkinchi qatda yotoqxona. Mana bu yerda o'tirgich. Mana bu yerda sandiq. Sandiqda hech pul ham yo'q. Har doimgidek. Let's go. 3-qavatda ham pul ham yo'q, sandig'i bor. Aytdimki, asapasga cho'lamiz a. O'z jonimiz ketyapti. Mana bu yerda ham sandig'i ko'rmanmi? Bu yerni ham ishlayapti. Let's go bolalar, pastga cho'lamiz endi. Endi biz yangi joyga sayohat qilamiz. Let's go. Mana bu yo'l bo'ylab ketamiz. Yana orqasiga o'tirganman. Videolar endi juda qisqa bo'ladi, lekin shunga yarasha juda tez chiqadi. Menimcha kuniga video chiqsa kerak. Shuning uchun videolarni o'tkazib yubormang. Stop. Zani fuelimiz hali juda ko'p ekan, yaxshi. Zani benzinimiz hali bularga tugamaydi. Bu yaxshi degani, bu yerga kirdik. Xo'p, bu tomonlarda eshitmaylar yo'q, aniq. Mana bu yo'l tomon ketaveraylik-chi. 3 ham bo'libdi. Stop. Okey, hech kim yo'q. O, sigir. Ovqat kerak bizga. Let's go. Xo'p, non. Non deyapman. Mana bu tepasiga chiqaylik, nimadir bordir. Hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Xo'p, kech bo'lyapti bolalar. Mana shu yerda turib qolishimizga to'g'ri keladi. Bu yerga yotoqxonani qo'y. O'sha yo'l bormi tomonda boraveraylikchi, keyin bir gap bo'lar. Biz ungacha ovqatlarni pishirib turamiz, lekin bizga pishirayotgan hech nima yo'q. Nimani qo'ysak bo'ladi pishirishga? Daraxt yo'q bizda. Pishiramiz. Mana bundan daraxt chiqadimi? O'sha buni ham ichida daraxt yo'q. Bizga ko'proq daraxt yeyishimiz kerak. Biz ovqatlarimizni pishirishga bizning ko'mirimiz yo'q. Shuning uchun daraxt o'qishimiz kerak endi. Let's go. Ertalab kutong va bizning hech qanaqa zombi quvlamayapti. Bu yaxshi. Bir ikkita zombilar, oh shit. Bechora. Bir ikkita zombilar yaxshi, chunki biz zombi olib kelamiz. Bir ikkita zombilar chiqishi kerak. Bu yerdan asta o'tolamiz. Let's go. Biz gas station chiqishini o'ylayapman. Chiqmasa-chi gas. Nima qilamiz keyin? Stop. Yo'l ikkiga bo'lingan. To'xtanglar, mana bu tomonga boraylikchi birinchi. Oh shit, yo'l tugadi bu tomonda bolalar. Bu tomonda yo'l tugadi. Mana bu yerda ham stop. Biz yo'ldan tashqari chiqishimizga to'g'ri keladi. Asta tepaga chiqo. Mushtoqchi tepaga chiqar ekan. Mana bu yerni biz bugun tekshiramiz. Let's go. Bu yerning ichida nima bor? Bugungi tekshirayotgan uyimiz. Bu yer juda katta joy, laboratoriyaga o'xshabdi menimcha. Zombilarni shu yerda aniqlaganmi deyman. Shu yerda o'ylab topishganmi deyman. O'sha keraksiz narsalar har doimgidek. Wow, nima bu? To'xtanglar, mana shu ko'p o'qlarimiz bor. Mana shular bir saronjol olaylik. Bizga buncha ko'p o'q kerak emas, masalan. Bular kerak emas. Bu kerak. Bu kerak emas. Qarochi bolalar, biz bu yerdan ketishimizga to'g'ri keladi. O'sha mana bu qurollarimizni o'zimiz tayyorladik aytgancha. Bizga buncha qurolli o'qlar kerak emas. O'sha joyimizni bular band qilyapti. Ichariga ham chiqsa kerak, lekin chiqmayapti-yu. Mana tepasida nima bor? Bu yulduzlarni o'ldirayotgan joy. Okay, endi tushundim. Bu tomon. Oh shit. Okay, bashiring yog'im. Okay, let's go. Wow. Oh shit. Ola bu yerda rostdan ham zombi apokalipsni o'ylab topishgan. Qayerlar buni? Qo'llar yo'qdek. Qachon yo'rtadi? Nima yo'rtmayapti? Mana, hozir yo'q bizning sevetimiz. Lekin nima yo'rtmayapti? Endi yo'rtishni boshla. Nima pastga yo'rtmayapti bu? Mana bu tomonga yo'rtyapti. Qaranglar. Bu tomonga kelsa yo'rtmayapti. Nima bo'lgan bunga plosga? Bu yerga lekin tuk olib kelish mumkin emasmikan? Tuk kelsa tukni o'chirayotgan narsa bo'lishi mumkin bu yerda. Ikkinchi qavatga chiqaylikchi. Bu yerlar tinch. Bu yerda ham kamera. Kimda video ko'rgan bu yerda? O'zi video ko'rgan. Bu gamer bo'lsa kerak, chunki men gapsizlar, bu web kamerasi bo'lgan. Web kamera topolmay kat kamera qo'ygan. Bu yerda yana qavatlar bor-a? Zo'r ekan, zinadan chiqishdi. Eshitayotgan bo'lsanglar. Bu yerda mana bu plosda ishlatma bo'lmaskan. Mana nima edi? Happy P. Nima keraksan saki? Bir pastga uchamiz bolalar. Mana bu yerda ham sandiq. Mana shuni ishlatib ko'raylik. Bu qurolga qo'yilayotgan ekan. Stop. Zombilar ovozi. Xo'p. Tepada mana bu. Mana bu plos yo'rtmasaga men bitta fakilasi olaman undan ko'ra. Kerak emas bu. Buni ichida hech nima yo'q. Bir yo'rtib, bir uchar plos. Ketdi bu yerdan. Ana bu yerda ham nimadirlar bor. Bolalar, biz hali dahshat joylar o'rganishimiz kerak-ku. Bu yerga kirdik. Bu yergacha. Bu yerga ham kirdik menimcha. Pastki tunnelga tushmadik aytgancha. Oh shit. Mana o'sha pastki tunnel. Bolalar nima qilamiz? Yo'q, qiziqmayman pastda nima borligiga. Hopni tagi pop. Bizga daraxt kerak. Hozir biz ozgina rivojlana olishimiz kerak. Ozgina. Let's go. Qarochi, meni qilmoqchi bo'lgan ishim ko'mirga daraxtni qizdiraman. Bu ko'mir bo'lib chiqadi. Ko'mirga deyman. Pechkaga daraxtni qizdiraman, u ko'mir bo'lib chiqadi. Mana bu bizga 3 ta ko'mir beradi. Va biz fakil yasashimiz mumkin va uni pastga tashlaymiz. Bunker tagiga. Quramiz, uni tagida nima bor? Bizda 2 ta ko'mir bor. Xo'p, tayoqcha ham bor bizda. Go'bollar bizning o'zi fakilimiz bor.
Ana bu pros hali ham yonmayaptimi? Let's go. Biz uyish keldik. Ha bu hali ham yonmayapti. Oh shit, zombi akamiz bor bu yerda. Ana bittasi. Bu lift ekan bu. Bolalar o'tday qolib ketgan lift. Pros olgan meni anovimni. Tashla yerga. Okey. Demak bolalar biza tushundik. Bu lift, buni tagida ham hali joylar bor. Bu oxiri emas. Tagida zombilar bor. What the fuck? Bo'li tushmayapsa xayrab. Bo'li ketdi bu yerdan. Ketdi bola. Ko'rdinglar, uni tagida nima borligini ko'rdinglar o'zinglar ham. Shu bilan ol. Okey. Bu yerdan sur. Let's go. Sop. Uni bu yoqqa qo'y. Let's go. Biza 3 ta mana bu mol go'shini qovurib olaylik, sigir go'shini. Bu ham bizga kerak emas. O'sha yo'g'on qiziqib ketyapti kundan-kunga. O'shan tagida nima borligi juda qiziqman. Lekin uni kirishda iloji yo'q. Aniqda ovqatlana. Let's go. To'ydik biza. Yana bittasi pishsa ketamiz shu bilan. Okay. Let's go. Pishmay qopti oxirigacha. What the fuck? Aytgancha bolalar, sizlarga bitta yangilikni tanishtirsam. Bilasizlar, men kanallarni reklama qilaman va men shu kichik kanallarimga ham reklama olish niyatidaman. Lekin bu kanallar kichik bo'lgani sababli men narxlarni ancha tushirdim. Lekin bilasizlar, bu kanallarning obunachisi kam bo'lishiga qaramay ancha aktiv. Chunki sizlar meni aqlli va farosatli obunachimsizlar. Xo'sh, gapni qisqa qilsak, sizga ham arzon narxlarda kanalingizni reklama qilish kerak bo'lsa, Telegram silkamizni komment va описаниеda qoldirganman. Qaysi kichik kanalimda reklama qilish kerakligini esa sizlar aytasiz. Va men siz aytgan kanalda reklamangizni chiqaraman.